Assalomu alaykum, Farmay. Yaxshimisiz? Berun maktabida nechinchi sinfsiz? 11. 11-sinf bitiruvchisiz. Xo'p, 2025-yil yakuniga yetyapti. Siz nimalarga erishdingiz 2025-yilda? Men hali sertifikat topshirib ko'rmadim, lekin o'zimni tayyor deb hisoblayman. 25-yilda siz nimalarga erishdingiz? 25-yilda biologiya fanidan sertifikatga erishdim. 2025-yilda hali yer o'zini o'qini atrofida aylanadi. Shu bir 15 sekundga to'xtab tursa tushib qolasizmi? Ona tildan biologiyadan sertifikat topshirdim. Majburiy ona tilidan C+ sertifikatga erishdim. Ingliz tilidan sertifikatga ega bo'ldim. B2 darajadagi Juda sertifikat. yaxshi. Matematikadan ham C+ darajadagi sertifikatim bor. Majburiy uchun. Tarixdan ham bor. Ingliz tilidan B2 darajaga erishdik. Keyin oktyabr oyida matematikadan B darajaga erishdik. Keyin yaqinda ona tili nachamiz qilsa B+ majburiy. Lekin o'sha kun bor. Men siz uchun men xursand bo'ldim. 57 mablag' B. Demak, 2025-yil siz uchun juda ham zo'r ketdi-da. Qanaqa maqsadlar bor yana aytib bering bizga. Xudo xohlasa matematikadan olish, keyin muddatini olib 2026-yilda qanaqa maqsadlar qo'ygansiz? Shu hamma fandan sertifikat olish, avvalo asoslardan A+ xudo xohlasa, keyin majburlik, keyin grant asosida o'qishga kirish. Muddatidan oldin talaba bo'lish eng katta maqsadim men. Qolgan fanlardan sertifikat olmoqchiman. Biologiya, kimyodan majburiylar sertifikatlarini olish. Kimyo biologiyadan sertifikatim chiqadi. Alisan 9 olish, SATdan 1.6 olish. A+ sertifikat olmoqchiman va grant asosida o'qishga qabul qilinmoqchiman.